O'zbekistonda zapravka biznesi oyiga qancha pul olib keladi? 10 ga yaqin zapravkalarimiz bo'lgan. $1 million gacha bo'lgan xarajatlar ketadi. Qashqadaryoning eng boy insonlaridan biri o'zining barcha bizneslarini raqamlar bilan ko'rsatdilar. 50 sotixcha joyda qurilgan, 5 millioncha o'qasa kerak. 30 milliard atrofidagi loyiha. Bugungi kunda endi Toshkentda menimcha bir 10 million atrofida ketsa kerak. 10 million atrofida. Qashqadaryodagi eng qimmat ot necha pul turishini ham intervyuda bilib olasiz. Jorbek, mana meniki elikim. Uxti, otlarga qiziqasizmi? Videoni oxirigacha ko'ring va yangi xonadon yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Hammaga assalomu alaykum. Millioner klubiga xush kelibsizlar. Bugungi mehmonimiz Qashqadaryolik millioner Kamolaka Turayev. Xudo xohlasa, bugun eksklyuziv ma'lumot bo'ladi. Hech qaysi Qashqadaryolik millioner hali eksklyuziv intervyu bermagan. Bugun barcha raqamlarni ko'rsatamiz.